Siz menga qarang. Siz kechagina kelib olib hamma yoqni o'zgartirib tashlayapsizmi? Hali siz bu uyda hech kim emassiz, bilasizmi shuni? Mana aybim nima? Sizga nima qildim? Shu uyga kelib ukangizni baxtli qilayotganimmi? Seni tiling chiqib qoptimi? Tiling. Shuncha paytdan beri o'chakishib keldingiz. Ukangizga g'ing deganim yo'q. Endi hammasini aytib beraman. Hey! Ada, qarang, hovlidan telefon topib oldim. Siz yashirib qo'ydingizmi? Qani berchi. Bu Gulruxning telefoni-yu. Har safar erimga Komil opam menga zulm qilyapti desam, erim ishonmaydilar. Zapis qilib olaman. Opasining yuzini bir ko'rsin. Ey qiz, sen meni nimaga ukamga yomon ko'rsatyapsan? Meni urdi, so'kdi deysan? Senga nega ukam ishonish kerak? Men uni opasiman. Menga ishonadi. Menga qara, agar yana bir marta unga meni yomon ko'rsatadigan bo'lsang, ukamga boshqa xotin olib beraman. Sen ersiz qolasan. Eshitdingmi? Qanaqa opasiz? Ukangizni tinch hayotini buzib rohatlanasizmi? Ey, menga qara. O'zingni qo'lga olgin. Seni shunday balolarga giribdor qilamanki, izingni ham birov topolmaydi. Eshitdingmi? Hey. Bacım.